Tumani mutasaddi rahbarlari ko'rib qo'ysin. Qumqo'rg'on tuman kasalxonasini, hojatxonasi mana shunday ahvolda mana. Mana uyat bo'lsa ham mana ko'rsataman. Suv yo'q, narsa yo'q, hamma tomon botgan. Axlatxonalar mana shunaqa, hojatxonasi mana shunday axlat bilan bu to'lyapti. Hatto oyoq bosadigan joy yo'q mana. Kirib, kasallar shu yerga keladi. Kasallarga urishar ekan, kattasini qilsang pastga tush der ekan mana. Ahvol. Bu yerga yana bunaqa Ariston ko'rgazma sifatida qo'yib qo'yilgan. Qani qachon mana pamperslar tashlab ketilgan. Qachon bu muammolar yechiladi? Nimaga Qumqo'rg'on tumani shunaqa sharoitda? Termiz, Sho'rchi, Jarqo'rg'on, Denov kasalxonalarida bunaqa holat yo'q. Nima uchun Qumqo'rg'on tumani mana shunaqa oqsoq? Mana faqat pul olib kasallardan yotog'ingga falon pul deb pulni olishdan boshqa hech narsaga yaramaydi. Kasallardan pul so'raydi. Mana ko'rdinglarmi? Qachon bu muammolar yechiladi? Mana kirib kelish joyi. Mana bu yerda ham jumrakda suv yo'q. Mana suv bor, lekin ahvol bunaqa. Suv ham bo'ldi, o'chdi. Bitta ochdim, keldi, yo'q, o'chdi. Ariston shunchalik ristavka. Mana axlatxona. Mana bunday yerdan chiqilgandan keyin mana o't bosib ketgan. Mana bog'chalar. Mana bu tarafi hamma tanigan bo'lsa kerak. Qumqo'rg'on shifoxonasini hamma kasallari axlat qilish uchun aynan mana shu joyga kelishadi. Iltimos mutasaddi rahbarlar bu tozalikka e'tibor qilishlaringizni so'raymiz. Qachongacha bizda mana shunday ahvol davom etadi? Tumani mutasaddi rahbarlari ko'rib qo'ysin. Qumqo'rg'on tuman kasalxonasini, hojatxonasi mana shunday ahvolda mana. Mana uyat bo'lsa ham mana ko'rsataman. Suv yo'q, narsa yo'q, hamma tomon botgan. Axlatxonalar mana shunaqa, hojatxonasi mana shunday axlat bilan bu to'lyapti. Hatto oyoq bosadigan joy yo'q mana. Kirib, kasallar shu yerga keladi. Kasallarga urishar ekan, kattasini qilsang pastga tush der ekan mana. Ahvol. Bu yerga yana bunaqa Ariston ko'rgazma sifatida qo'yib qo'yilgan. Qani qachon mana pamperslar tashlab ketilgan. Qachon bu muammolar yechiladi? Nimaga Qumqo'rg'on tumani shunaqa sharoitda? Termiz, Sho'rchi, Jarqo'rg'on, Denov kasalxonalarida bunaqa holat yo'q. Nima uchun Qumqo'rg'on tumani mana shunaqa oqsoq? Mana faqat pul olib kasallardan yotog'ingga falon pul deb pulni olishdan boshqa hech narsaga yaramaydi. Kasallardan pul so'raydi. Mana ko'rdinglarmi? Qachon bu muammolar yechiladi? Mana kirib kelish joyi. Mana bu yerda ham jumrakda suv yo'q.